alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bizda Toshkent, Kazan, Nabejniy Chili, Nijniy Kamskiy, undan tashqari Toshkent, Moskva yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslarimiz haftada 4 kun, dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari. Toshkent, Kazan yo'nalishi bo'yicha esa haftada 3 kun, seshanba, juma, shanba kunlari soat 18:00 da Toshkent Sobir Rahimov avtovokzalidan to'g'ridan to'g'ri qonuniy reyslar amalga oshirilmoqda. Sizga ham ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa yoki onlayn tarzda biletlaringizni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga bemalol murojaat qilsangiz bo'ladi. WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram kanallarimiz hammasi ishlab turibdi. Ularga yozsangiz ham sizga javob berishadi. Undan tashqari avtobusimizda barcha shart-sharoitlar, qulayliklar yaratilgan bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuryer xizmati, qishin-yozin ishlaydigan konditsionerlar, undan tashqari zaryadchi moslamalari mavjud bo'lib, siz o'z manzilingizga hech qanday xavf-xatarsiz bexavotir yetib olsangiz bo'ladi. Bizning kompaniya tomonidan sizlarga qonuniy ravishda sertifikatlar ega bo'lgan avtobuslarimizni manzilingizga yetib olishingizga kafolatlaydi. Ekrandagi raqamlarga murojaat qiling, tanlovda adashmang. Xayr, salomat bo'ling.